Assalomu alaykum. Jigarlarim yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Bizada bugun obzorda YouTube'da qisqacha bittagina tushuntirib o'tib ketaman. Zikr 9X Ultra Night paket mashinamiz FR diskalari bilan. Hyper emas, adashtirmanglar. Bu Hyperda ikkitadan kamerasi bilan old tomon, orqa tomonlarda. Mashinamiz eshigini o'zi ochib beradi. Qoraga tomishli salon. Tepalari alkantara, luk ochiladi, panoramasi ham ochiladi. Eshiklarning o'zini ko'rib tursangiz, perforatsiyali. Naim akustikasi. Ham bu tomonni bitta bosib qo'yadigan bo'lsangiz, mana bu tomonni ochib beradi. Bu narsa qo'yib ketsangiz bo'ladi. Buni bitta bossangiz eshik yopiladi. Mana eshikda knopkasi bu. Bitta bosib qo'ysangiz ochadi o'zi. Bizda prezidentimiz kuyovlar yurgan mashina xuddi mana shunaqa, faqat u Hyper, bundan oldingisi Hyper Black Obsidian bo'ladi. Mana bu choklari oranjeviy tikilgan bo'ladi. Bundan tashqari Black Obsidian deb sidiniyasiga yozib qo'yilgan bo'ladi. FR diskali bo'ladi, eng full bo'ladi. Короче, limited edition Black Obsidian. Hozirgi paytdagi narxi 170 minglar atrofi turadi mashina. Mashinani ko'rib tursangiz, mana bu sidiniyasi massaj, Abduhavoy ref hammasi bo'ladi. Yotib ketsangiz ham bo'ladi, sidiniyani o'zi aynaladi ham. Orqanchasi aynali. Biznesda uchrashuvlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'tirib, gaplashib, cho'chqa qilib bir go'la choy ustida hal qilsangiz bo'ladi biznesni. Bu tomonda o'sha knopkalari, bel yostiqchalarini chiqaradigan joylari. Bu tomonda sidinani yotqizib turg'izib, oldi-orqa qiladigani, короче. Zikr yozuvi turibdi eshikda. Va bu tomonga keladigan bo'lsak, bu mana bu pardachasini tushiradigan bo'ladi. Knopkasi bu menimcha o'rtadagi televizorniki. Va bu tomon o'sha parda tushiradigan, oyna tushiradigan, nimadir qiladigan, bu o'zi tomonni ochadigan va mana bu knopkasi, o'ng tomon knopkasi, narigi tomonni ochadi. Mashinamiz hop oldiga o'tadigan bo'lsa, xuddi oldida ham xuddi shunaqa narsalar joylashgan. Bundan tashqari Abduhavoy massaj pamit sidinalari joylashgan. Bu tomonda ham xuddi o'shanaqa narsalari, faqat parda ochib yopadigani yo'q. Atamanchasi bor, shopir o'zida ham, narigi tomonda ham, orqadagi ikkisida ham, o'rindiqida atamankalari bor. Mashinamiz rul elektronli, oldi-orqa, ichiga kiradi, tashqariga chiqadi, mana shunaqa. Gibrid 355 ta to'kda yuradi, qolgani benzinda 1550 talik. Ikkita monitorli o'rtasida, orqasi ham kichkina monitorchasi bor. O'rta qatorda alkantara, tepa ochiladi, panoramasi ochiladi, luki bor mashinada. Bu tomonlari ham o'zgacha ko'rinishda. Odam maza qiladigan. Ushlab ko'rsangiz tomoni maza qilib yuradi. O'rtada oynachasida ekran bor, orqani ko'rsatadigan. Xo'p, paroglari bor mashinamizda. Bu tomonda besprovодной zaryadchik 50 vatli, NFC kartaniki. Ham sovutadi bu. Telefon besprovодныйda qizib ketadi, ko'pchilik biladi. Va bu tomoni xrustalniy, ovoz baland past qiladigan shunaqa narsalar bor. Qolgani ko'rsangiz, mana shunaqa narsa. Endi orqa bagajni bitta ko'rsataman. Mashinani bosamiz, o'zi yopadi eshikni. Orqasi ham juda ham chiroyli ko'rinishda. Black qilingan. Kelamiz. Bitta bossak, mashina ochiladi. Orqasida pnevma podveska boshqaradigan, sidiniyani boshqaradigan, eng chap 220 voltlar bor. Keyin mana bunisidan bitta bo'lsak, astagisi ham ochib beradi. Juda ham zo'r ko'rinishda. Mana bu chiroqchalari ham bor hattoki. Bo'ldi, orqa ko'rinishi mana shunaqa. Jigarlar, mashinamizni yopamiz. O'zi
yopib berdi. Короче, zikr bo'yicha bizada Matix ham bor, Ultrasi ham bor, Night paket oddiy xromlisi ham bor, Hyperlari bor, Black Obsidian ham olib kelamiz bizda. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamga aloqaga chiqinglar. Men kommentariyada, opsiyada qoldirib ketaman. Raqam o'sha orqali gaplashib, pul ko'chirish, naqd, kredit, nasiya olib ketsangiz bo'ladi.